Angliya Premyer Ligasining 29-turi xatolar takrorlanadigan nuqtaga kelib to'xtadi. Hafta o'rtasi bu. Shunday nuqtaki, unda ming chiroyli o'ynasang ham foydasi yo'q. Chiroyli o'yiningni ko'mginda agar ochko bo'lmasa, sekin orqaga qaytaver. Birinchisi Brighton Arsenal. Chempionlikka nomzod jamoaning katta sinovi. Agar safardagi mana shu qiyin o'yinda g'alabani qo'lga kirita olmasang, oraga ochib qo'ygan 5 ochkolik farqning nima qadri qoladi? Manchester City Nottingham Forest. Taqvimdagi odatdagi o'yin, lekin juda tahlikali. Bu ikki o'yin chempionlik poygasida kutilmagan sovg'alarni tayyorlashi mumkin. Ya'ni kim kuchlilarni yutasan va paq etib odatiy raqiblar qarshisida qo'qilasan va chapechalib o'tirasan. Mana shundan saqlanish kerak hozir. Ham Arsenal, ham City. Newcastle Manchester United. Yana bir katta o'yin. United 3-o'rinda ketyapti. Erishish oson bo'lmadi albatta. Endi shu mavqeni safardagi qiyin uchrashuvda maydonga tushib himoya qilish qoldi. Aston Villa va Chelsea. Ikkala jamoada ham bir narsani boshlashi kerak bo'lgan nuqta bor. Villa himoyani yorib o'tishni boshlashi kerak, Chelsea esa 11 kishi bo'lib o'yinni tugatishni. Liverpool Wolverhamptonga borar ekan. Bu tuzoq va ana shu tuzoqqa tushmaslikka harakat qiladi, xuddi Aston Villa singari. Va Tottenham Crystal Palace hayotda qolish uchun kechadigan jang bo'ladi. Demak, manzara shu. Hafta o'rtasidagi o'yinlarda ochko ola olmasang, unda may oyidagi hisob-kitob kunida hech qanday ochkoga loyiq emassan. Zero bu Angliya Premyer Ligasi. Ochko olsang, hozir ol. Hozir olmasang, 100 marta ol. Foydasi yo'q.